Ekan. Siz bo'lasiz. Opto'rlar aka yurib ketadi, xudo xolasa. Kurayam bormi? Siz keldingiz ish yuradi. Yuradi, xudo xolasa aka. Kurayam bormi? Hattasizlarki, Bizniki o'zimizniki bilib qo'yaylik oldi. mana uni 16, narigini 17. 16 17. 33. 33 so'rayapsiz. 33. Ina bola, beriver. 33 beribazmi? Bilmayman, men qarab Aka narxini bilib qo'yaylik-chi. Maylimi? Nech pul narxini so'rayapsiz endi? 17 million. Qilishdimi hozir birorta so'radi? Ha. 13,5 qilishdi mana. 17-16 million deyapti. bu aparatsiz. Yo'q, aparatsiz. Siz savdo qilyapsiz shuni? Mana akam o'zi so'rayapti mana yonimda. Aparatsiz ish bildim. Bu aparat mana bunajinimizni boqib qo'yishibdi. 21 million 800 ming qilishyapti ekan bu. Zoti ham boshqacharoq ekan buni. 21 million 800 ming. Savdo bo'lyapti. Endi o'yinda suvdan aytib, yo'q, menga tushdi, lekin aytdim, $21 million 800 mingga bermayapti akani. Yaqinlashib qoldi deyapti uni. Qoldilar. Nech pul so'rayapsizlar aka? Uka. 50 million ikkoviga. Ikkoviga 50 million. 50 million so'rayapti ekan. Bu sir ekan bular. Sir. Boqib qo'ygan endi bularni ehsonlarga. Bunachilar sigirlarimiz ozroqligi uchun bunachilarni ko'rsatib yubordim endi. Ertaga xudo xolasa Oltariq eski Arabda bozor. O'sha yerga borishga harakat qilamiz obunachilar. Kuzatishda davom etinglar. Ancha like, podpiska bosib turasizlar. Qo'llab, podpiska qilib. Tamam. Akam qitig'lar ham kelmayapti. Narxlar va nima deyim, mo'ljal baland ekanda. 21 million narx so'rayapti mana uka. Ha. Akam mana 17 million qilyapti. Siz chiqmaysiz, mol chiqadi. Mol chiqadi. bitta olib o'tgandilar. Ehtiyot qil, nima bo'lsa bering aka. Bo'shasiz aka. Bo'lmaydi. So'y beru. Ma'qul kelsa. O'sha hisob chiqmayapti aka. Hop, chilosiga pul beryapman. Aka, hoyi so'y bering, hoyi tirikchilik. Qanchadan so'yib olasiz buni? 90. Yaxshi, yaxshi, to'g'ri. Sigir 90 mingdan so'yib olaveraman deyapti. Yaxshi pul. Mayli. Ay, yo'q. Iqtisodiy chiqmasa biz qo'sh bera olmaymiz yonimizdan. Hozir mashg'ulotga biz chilosiga aka. Qara desak go'sh chiqadi. Mana pullarni ko'ring. Mayli, menga bermasiz xafa ham bo'lmaydi. Hali sariq chiqadigan bo'lib. Faqat chilosiga pul beradi. Bu tomondan qarasangiz boshqa mol. Faqat mayog'dan qarasangiz boshqa molda bu. Orqasini o'zingizdan bilasiz. Orqasi Qo'lon qancha bo'lyapti ekan? oldiga o'xshab katta bo'lganda siz aytgan Yo'q, oldiga ekan. orqasi bir Nech pul deyapsiz? Ko'rasizmi? Nech narx aka?
Aka necha million? Mardora bu yerda. Qancha so'rayapti? Necha million? 12 million. Qilishyapti. Men sizdan farqi yo'q. Siz 12 million qilishyapti. 16 qilishyapti. Ha, mana uni 16 million qilishyapti. 2 kurak. Ya 2 kilo 16 million qilishyapti ekan. Qilishayotgan narxlari ham. sizlardan bitta beraman. Ovoz bo'lsa ham zo'r. Sizlarga qarab ketishdi. Mana tog'am boqib qo'yibdilar buni. Orqalarini ko'ringlar mana. O'ti keng ekan uni. Katta ekan. Tug'magan deyapsiz? Tug'magan hunarchi. Qancha so'rayapsiz bunga? 25 million qilishdi. 25 million so'rashdi. Qo'shilsa berasiz. Nomer ham qo'yib qo'yaveraylikmi ehtiyot? 94lik 363 80 31 ga qiziqqanlar obunachilar bemalol telefon qilaverasizlar. Tog'am olaveradi. Qurbonlikka va dodda boradi. Voh, katta ekan u. Salomat bo'ling. Bu sizdan emas bu? Buni oldi shekilli. Qaysi mol sotildi ekan? Hozir bilamiz hozir. Aka qaysi sotildi? Bu sotildimi? Necha pul? Qashini bilib qo'y. 22 millionga mana sotilibdi mana. Yetib baland. Vaqtni jetadimi ortiqcha? 22 millionga mana sotilibdi. Bir adam bir kız söyleyen. Muhacirlar var, polvonlar chiqibdi mana. Polvon ekan. Shu aka qancha narx so'rayapsiz? 25 million so'rayapti mana shu o'zimizga. Endi mana o'vosalar. Najlarni ham qo'shib qo'yamiz endi. Hali xunajon. Ham kurayi bor. Ha. Ehson bop mana. Ehson boplar. Kichakam 20 milliondan so'rashyapti. Ha, 20 milliondan so'rashyapti. Qo'shilsa beramiz. Qo'shilsa berlar. Nomerchi? Nomer qo'yib qo'yaylikmi aka? 90lik 230 36 76. 90lik 230 Bor bir. 36 76 nomerlar. Buncha bor mana shunaqasi. Bunaqadan 10 tacha bor. Ehsonlarga kimga zarur bo'lsa akamga murojaat. 5-6 oydan beri boqilyapti. Murojaat qilaver kimga qiziq bo'lsa. Yaxshi mollar ekan. Akamda yaxshi mollar bo'ladi o'zi. Avval bo'lsa 20 million hozir oldim. Savdo bo'lyapti. Orziyev kanal, Orziyev. Yaxshi ortumuz ol. Yaxshi ko'paytirish bo'lsa ko'pchilik. Bo'ldi, bo'ldi. Bizlarga gapirishmagan. 18 millionga savdo bo'lyapti. Yo'l kirasizmi? O'zi 19 ko'p metadi. Beravering. Hop. Mo'moli bermasa, men to'layman. Ha, yaxshi odam. Ulardan biladi. O'zi shu bilan boy. Hamma yo'g'i ichida bor. Ko'rib bering, hozirgi gaplarni bu qarab. Yo'q, bu gapni gapirmodim sheralarga. Yo'qmasa 20 ming berasiz men olib qo'ymayman. Men o'zim bir tom 2 kishini kesib qo'ydim. Bering aka. Ben qarang, hozir qanaqa kelinglar. Gapim bor, ikkovlariga. Bir makina olsada. Chapda bo'shi pullar 200 ming kamiga bor bar ekan. Oling siz. Bo'ldi, hop. O'zi pishib qoldimi?
Mahali deyapti. Ojdag'on hech bir so'rab qo'yaymi bunga? O'shancha aytdim-da, hozir ikki og'iz gapirmoqda ketib qoldilar. 18 qilgan ekanda bozor. Mayli. Oling endi pishib qoldi oxirida endi. Kucha bilan ish bitib qoladi. Shuncha savdo qilib tashab ketasizlar. O'shada pishirib, Ha, savdo bo'ldi. tayyor pishibdi mana. Oling, yaxshi mol ekan mana. Baraka. Mana bozorimizda amin. Ülkelerimiz, kurganimiz yo'q. Shunday bandalarni yaxshi odamlar ularda hammalar xonadonlar sog'lik salomatlik salomatlik xotirjamlik farzandlaridan qori olimlardan katta bo'lgan barchadan Endi bitta narsani aytib qo'ying. Hech bir Xato g'oshdi. Pishirdilar ha? Nech pulga o'ldingiz? 18.7 ga mana bo'ldi. Savdosi bo'ldi. endi menda Buyurib nasib qilsin. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Obunachilar mana yana hafta kunini eslatamiz. 29-may sanasi bilan bugun payshanba Qumtepa bozoridamiz. Mana sigirlarni bir qator obzorni qildik. Bugun ozroq chiqqan ekan. Podpiskalarda yemaysizlar endi. Podpishka qilib turasizlar. Sizlardan podpiska xolos. Biz endi qo'ldan kelgancha ko'rsatib yoritib boraveramiz. Endi mana ikkinchi qismiga sigirlarning orqasidan xunajillar bulab bordik, to'g'ri tushunasizlar. Qisqa bo'lib qolmasin videomizni. Endi mana novvozlarga o'tamiz endi mana. Novvozlar yana bir qator qo'ldan kelgancha narx-navolarni sal yoritib berishga, telefon ololmaganlarni to'g'ri tushunasizlar. Endi har xil odam bor. Mana shu yerda sotib olaman deydi bir xil egasi.